Alisher Navoiy buyuk shoir va mutafakkir davlat arbobidir. To'liq ismi Nizomiddin Mir Alisher Navoiy taxallusi ostida Chig'atoy hamda Forsiyda fors tilidagi asarlarda ijod qilgan. G'arbda Chig'atoy adabiyoti hisoblanmish o'zbek adabiyotining eng yirik namoyandasi. Navoiy yoshligidan Xorasonning bo'lajak hukmdori Husayn Boyqaro bilan do'st bo'lgan. 10-12 yoshida she'rlar yozishni boshlagan. Navoiyning zamondoshi bo'lmish tarixchi Xondamir qoldirgan ma'lumotlariga ko'ra, mashhur o'zbek shoiri Lutfiy qarigan chog'ida bolakay Navoiy bilan ko'rishadi va uning she'riy iqtidorini yuqori baholaydi. Hayoti davomida Navoiy musulmon sharqining turli mamlakatlarida bo'ladi. O'z davrining taniqli shaxslari bilan ko'rishadi, o'zining she'riy mahoratini oshiradi. 1464-65 yillar Navoiy ijodining shinavandalari uning ilk she'riy to'plamini tayyorlashadi. Bundan ko'rinib turibdiki, o'sha davrlardayoq Navoiy mashhur shoir bo'lib ulgurgan. 1469-yilgacha Temuriylar o'rtasidagi o'zaro ichki nizolar tufayli Navoiy o'zining ona shahri Hirotdan uzoqda yashashga majbur bo'lgan. 1469-yil Temuriy Husayn Boyqaro Hirotni egallaydi va Xorason hukmdori bo'ladi. Shu vaqtdan e'tiboran Navoiy hayotining yangi bosqichi boshlanadi. U mamlakatning siyosiy hayotida faol ishtirok etadi. Shu yili Xorason hukmdori Navoiyni davlat muhriddori etib tayinlaydi. 1472-yil vazir bo'ladi. Egallagan mansabi orqali u mamlakatning madaniy va ilmiy taraqqiyotida katta yordam ko'rsatadi. Katta mulk egasiga aylangan Alisher Navoiy ijodi ulkan. 6 dostonning hajmi 60 mingga yaqin misralarni tashkil etadi. 1483-85 yillar Navoiy o'z ichiga 5 dostonni olgan xamsa asarni yaratgan. Xayratul Abror, Farhod va Shirin, Layla va Majnun, Sabbay Sayyor, Saddi Iskandariy Navoiyning xamsasi mazkur janrda yaratilgan turkiy tildagi birinchi asar hisoblanadi. U turkiy tilda ham bu kabi yirik ko'lamdagi asar yaratilishi mumkinligini isbotlab berdi. Haqiqatan ham Navoiy Chig'atoy tilida ham fors-tojik adabiyoti bilan bir darajada turuvchi asar yaratish mumkinligini isbotlashga harakat qilgan va o'zining 5 xazinasi orqali buning uddasidan chiqqan. Navoiy o'z she'riyati orqali o'zbek adabiyotini yangi darajaga olib chiqdi. Navoiyning nazmi mavzusining kengligi hamda janrning xilma-xilligi bo'yicha undan oldingi o'zbek adabiyotini ortda qoldirdi. U nazmda dostondagi kabi dunyoviy va diniy sofiylik dolzarb mavzularni ifoda qilgan. Navoiyning diniy asarlari ham nashr qilingan. Arbain va Munajjat. Alisher Navoiyning so'nggi asari Mahbub ul Qulub. Unda shoirning so'nggi ijtimoiy va siyosiy qarashlari yoritilgan. Alisher Navoiy butun hayoti davomida adabiy asarlari siyosat bilan birlashtirilgan. Yuqori mansabga ega bo'lgan shaxs u mamlakat hayotining ijtimoiy-iqtisodiy takomillashishiga katta hissa qo'shgan, ilm-fan, san'at rivojiga homiylik qilgan, tinchlik va totuvlik hukmron surishga doim harakat qilgan.